Assalomu alaykum. Men Andijon shahar 13-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Usmonova Mayramxon Habibullayevna bo'laman. Bugungi kunda bog'chamizda Varsoviya universiteti bilan birgalikda samarali hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Bu esa nafaqat talabalarning kasbiy tajribasini oshirishga, balki bizning pedagoglarimiz uchun ham yangi metod va innovatsion tajribalarni o'rganishga xizmat qilmoqda. Birgalikda turli amaliy mashg'ulotlar, ochiq darslar va bolalar rivojiga qaratilgan loyihalarni amalga oshiryapmiz. Eng muhimi, bunday hamkorlik maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, xalqaro tajribalarni joriy etish hamda bolajonlarimizning yanada sifatli ta'lim olishi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kelgusida ham ushbu hamkorlikni davom ettirib, yangi loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. Agar siz maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlaysiz, lekin oliy ma'lumotli bo'lishni niyat qilgan bo'lsangiz, men albatta Varsoviya universitetining dual ta'lim shaklini tavsiya etaman.